Ko'rib hesab. Ya o'qishdami? Kelyaptimi? Bugun ketadi. Har hafta kelyapti. Hozir kandikulda. Bir oyda bir keladi. Bo'pti, mayli o'qib ilm olaversin. Katta ancha o'zgarib qoldi. Esli bo'lib qolgandilar. Ha, rasesli bo'lib qolgan. Yo, hali ham sho'xligi bormi? Yo'q, unaqa jar sho'x emas. O'zi manaqa Qur'onni o'qisachi eski o'zgarib Ha, qoldi. yaxshi, ancha Yaxshi o'zgardi. o'qityapti. Kecha 50 ming bersam ham dadasi mana dedi. Dada siz ozgina pul berdi. Ayam 50 ming berdi menga. Ikkita 50 ming bor. Buvasiga ammani yotlab aytib bergan ekan 50 ming berdi oyijon. O mashhur be. Yaxshi, ancha yaxshi. Bugun ketadi endi. Kasal ko'rgani keluvdi. Kasal ko'rgani keluvdi. Yosh bolasi bormi sizlarning qarindosh? Endi boraman o'g'lim, hozir yoningdan o'tib ketdi. Bu ko'chada eshitildimi? Ashi bolasi. Bu ashyolayaptimi? Zilola xolayga ketdi. Mong'illayapti u. Ulug'bek nima demaydi? Nabaro jo'nat yaya deydi. O'zi xohlamaydi. Aytdim, 1 yillik tur bo'ldi endi dedi. Demak, ayasi qattiq qo'rqsiz yumshoq. Mosvetidan nima o'g'lim? Oldin qattiq qo'l ushlagan edi. Madrasa so'kibdi Mustafalar. Nazika ham aytibdi. Ayam yaxshi edi. Ves bozor Bu ayam kim? endi mahsulotlar olib keladilar.